Xalq mazza qilsin, xalq mazza qilsin. Ay, kelaversin, kelishini. Qo'ylarga baho berib qo'yasiz o'zingiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchashmang, tan joylarsiz. Sizlar bilan har doimgidek o'sha oddiygina ustomonxon. Hurmatli akalar, bugun talab va istaklarga binoan chorvador akalarimiz, ukalarimiz talablariga binoan uyalar yana Yusupakami xonadonlariga tashrif buyurdik. Akalar 3 partiyadan beri qo'ylarning videosini chiqarib boramiz. Gumraqas ketyapti akalar. Behijoat yana keldik akalar. Mo'l qo'ylar yetishmay qolgan ekan, narxlari normal holatda, juda ham go'zal. Bozorda arzonroq uchun tez ketyapti akalar. Faqat gazini beramiz, tezroq kelamiz, sotib olamiz. Agarda ko'ngilga yoqsa aka kelaverasiz, chotib qilib beradilar. 1 kilo mana bittan ol. O'sha gap bilan. Hurmatli akalar, yana Yusupakami unaqalar shu qo'ytanlarga keldik, chorvalarga. Yusupaka bu yoqqa keling aka, o'zingizdan bering. Keling. Yunus akam, uzr, faqat Yusupaka deyman-da. Men Yusupaka degan o'g'aynim borlar-da o'sha. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Esnomsiz. Akamiz to'niganlar uchun bitta like, ishlaringiz omad bersa emas. Hamma tonib qoldi. Hamma tonib qoldi aka. Akalar nega sizlarning omadini bersa, qandini gazini beringlar, kommentariyaga yozamiz, go'zallashamiz. Akalar bugun ana uylangan ham ko'p kelgan, 153 ta keldi. 85 bosh, 120 bosh, 153 ta oldi. 153 bosh keldi. Akalar, bugun qo'ylarimiz yanada go'zalroq. Hammasi bo'g'izmi yo? Hammasi bo'g'iz. Hammasi bo'g'iz. Holati o'ta ideal, go'zal holatda. Akalar kelib, ko'rib, olaverasizlar o'zlaringiz behijolat. Mollarni bitta shoq o'tkazamiz. Narxini akalar kelavering, narxini aql aytaman. O'shasi qiziqroqda. Oling. Bitta qo'ylarimizni o'zingiz ko'rib baho berib qo'yasizlar akalar. Behijolat. Uch atoqku ustiga uch. Qo'ylarga baho berib qo'yasiz o'zingiz. Hurmatli obunachilar, hop, shu 153 bosh qo'ylarimiz, lekin holati o'ta ideal, yosh ekan. Yosh, normal holatda hammasi. O'zingiz ko'rib olaverasizlar. Endi qo'y tushungan tushunadi, tushunmagan o'zi biladi. Behijolat. Salqiroqqa ham bitta, so'yroqqa ham aytaylik. Yusaka bu hammasi unaqa bo'g'iz. Hammasi yosh bo'g'iz qo'y. Yosh bo'g'iz. Ko'rib olaversin. Uni arriq o'ylaydigan qo'y yo'q bu yerda. O, joningiz sog' bo'lsin. Ozgina chang ketdi yo'q. Ozgina chang ketdi. Ozgina chang ketdi. Akalar, qo'ylarning narxi hamma qiziqibdi baribir, ha? Qo'ylar hammasi narxi qiziqibdi. Birinchi, ikkinchi qorin tuqqan qo'ylarda baribir. Shuni 2, 3, birinchi qorin ham bor, ikkinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin. 4 to'g'ayotgani ham. Akalar o'ganlar biladi. O'ganlar biladi. Aslan kelib ko'raverasizlar. Akalar qo'ylarimiz narxiga kelsak, har yil narxni zakonni qilib qo'yibmiz, zo'r ketibdi. Endi bu yil narxini qilyapmiz. Aka eldan chiqmasdan, bozordan chiqmasdan, shu bozordan arzon kelib sizdan chop qilib olaversin. Shu arzon berganim shu tez ketibdi. Shu, aslan shu. Aka manfaatlisi shu, aka manfaatlisi shu. Bu yil narxini qanaqa qilib? Yaqinroqda uning operatori bo'lsa, bu yo'q suhbatini qilamiz. Yaqinroqdan oling. Bu qo'ychilar yaqinroqdan olib boravering. O, ana shunlar bilan olavering, chotki qilib. Qo'ylar o'zingiz baho berib qo'yasizlar akalar. Vashi. Ana bu yerdan bitta kiraman o'tkazing. To'xtang, men hay deyman, bitta o'tsin umorxonaga. Mana umorxonaga ham ketkazing ana bu. Yaqinroqdan bir hamma ko'rib ko'rsin, olayotganlar ko'rsin. Olaydiganlar. Bitta ko'ringani yaxshi. Ha. Hadi. Ey. Qani, o't. O'zi qorinlari osilib kelib, ha, hammasi o'zi. Yelim qo'zg'ab kelgan qo'y. Yelim qo'zg'ab. Sen uka sal nari o'tirgizsan. Bu yoqqa chiqsin qo'ylar. Maza qilsin deysizlar. Mana ebi ko'rinsa yaxshi. Maza qilsin. Ana, bu dumachasini qarang. Bo'ldi ana bu yerdan endi bularni. Hoppa. To'y. Siz ana yerda o'tiran bo'laysiz, yaxshi hammasi olmaydi. O'ylarga baho berib qo'yamiz. O'zlaringiz akalar, o'zlaringiz ko'rib olavering ana. Bir qallam yo'q. O'zlaringiz kirasiz, tabigiga yoqsa chiroyligina kelishtirib olaverasiz. Behijolat, birov gapiga e'tibor bermaysiz, faqat ko'rasiz. Akalar bu o'sha kelgan qo'ylar mana. Aka. Ana shu akalar. Behijolat. Endi bu yoq ana ochiqlikka ham chiqdi, soyada ham ko'rindi, qorong'ida ham ko'rindi, hammaga bu yoqda ochiqda, quyoshda bunaqa ko'rindi, qorong'ida bunaqa ko'rindi demaydi. O'sha uchun ham u yoqqa video solindi, ham bu yoqqa olindi. Shu maqsadda kelaverasizlar akalar. Akalar eng qiziq joyga yetib keldik. Asta-sekin videoni ko'p cho'zgandan foyda yo'q. Chotki qilamiz, qo'yamiz sekin. Buni qancha qilib beramiz aka, narxlarni? Eng qizig'i. Bular 4 milliondan boshlanadi ukajon. 4 milliondan, 4 millionligi bor, 4,5ligi bor, 4 million 300ligi bor, 5 millionligi bor. Har xil tanlab olaman desalar, kattalarni 40 kilo, 45 kiloluk qo'ylar, ular olaman desalar 5 milliondan beraman.
5 million. Ha, agar sal eti bo'shroq buni bo'g'oz qo'ylar olaman desalar, ular 4,5 million qilib beraveramiz. Agar 20 ta 30 ta 40 ta olaman desa, yana ham kelishamiz. Bitta gapda aka men yak joy olaman deganga bitta keting, yana har yilangida. Aka men yak joy olaman, 130 ta, ha keling 150 ta, aka men 100 tasini yak joy olaman. Ishtirri davay. O'shani ham bittani 45 kilo 50 kilolik bo'g'oz qo'ylari ham 4,5 ming narxida 4,5 qilib o'shani ham beraman. Bozorda 5,5 ketadigan qo'ylar bor. 4,5. Shular ham 4,5 qilaverib, bir joyda olaman desa. Yak joyga. Yak joyga olaman. 5 aka buni qo'yamizda, u yoq bu yoq qo'yamiz 5 oling. O'shani nima qilib turibman 4 million 300 ketdi bar aka. Ya 4 million 300 berib bo'lmaydi-da bu qo'y. Xalq mazza qilsin, xalq mazza qilsin. Ay kelaversin, kelishamiz. Akalar kelaverasiz, yak joy ana shu 100 ta qilasizmi? 490 olasiz, kelaverasiz, 4 million 300 dan yak joy chiroyli qo'yiladi. 1 kilo varaq bitta bilan o'tirib chottirasiz tamom. Kelib qo'rqib ketgan, hech kim ham qo'rqib ketgan. Hech kim qo'rqib ketgan. Akalar kelaveringlar, tanishlar sog'lamalardi. Akalar 4 million deganni ham kelaverasiz, arzon qilib beradilar. Hamma bilan chiqib ketmagan bu yerda. Har doim zo'r. So'ylaga endi gap qo'yish mumkin emas. Harlarga saringlarga hech katta qo'shqor ham qo'shib beraverlar aka. Beraveram, farqi yo'q. Bexijolat. Ana shu qo'yinglar sizlarga. Bil kam o'tkaring, kam ko'rinsin yaxshi. Ana shular katta ekan lekin. Qarasizlar. Ko'rsating. Bular qaranglar akalar. Shuna narxlar ham mana o'zlaringiz ko'ringlar. Qo'ylar stoyish puliga arziydi. O'zlaringiz ko'ringlar, narxlari ham bo'lmaydi. Bozorda. Men yomon javob bermayman. Narxi manfaat. Agar o'zingizga yo'qsa kelib oling aka. Hech kim sizni majburlamaydi. Bexijolat. Fikrlaringizni kommentariyga kutib qolamiz. Akalar sizlar bilan o'sha har doimgidek ustomi Xusunbeylik yaxshilikda yaxshi kunlarda chorvalaringizda yer ishlar ham bor, yer ishlar. Yana ichkarida ham bor ekan. Aslan akalar manzil esdan chiqib ketmasa, manzil Ko'lyon qishlog'i. Musakan uylari. Bexijolat kelaverasizlar, nomerlarni pastga qo'yib ketaman. Qani. Ketdik. Bular birinchi qo'rin, ikkinchi qo'rin to'g'aydigan qo'ylar. Bu ajratib qo'yilgan bu taraf. Bular ikkisi qo'ylar bular. Ikki to'g'adiganlar bu. Bular ikkisi to'g'aydigan qo'ylarni oling. Ana. Mana bu egizak ekan bular. Ana. Buni qo'ylarni o'ziga baho berib qo'yasizlar. O'sha qaydaga egizak. Bexijolat ha bu. Halli bo'ynan aka. Egizak yo'qsa, lekin dumachasini qaranglar. O'zini yukib bir dunyo ekan. Aka bular ham qanday? Bular ham o'sha narxda ketadimi? Yo'q, bular boshqa narx. Ha, bu egizakligi uchun. Bular 60 kilo, 55 kilo go'shi bu qanday ham 4,5 beraman. Bularni qancha qilib beramiz aka? Bular 6,5 bular. 6,5. Endi bozor narxi ketdi. Ketasiz aka. Yo'q, bular 50-60 kilo go'shi bor bazanda. Bular qanday beraman? O'tib bermasangiz o'zingiz bilan gapiravering. O'zingiz bilan gapiravering. Xalqqa ha, bunaqa 6,5 berayotgan xalqqa uncha pul yo'q. O'zingizga o'xshab gapiravering. Maza qilib. Yo'q, bular boshqa narsa. Qancha qilib beramiz yak joyga? Bular 2 tug'adi. To'g'da takida ikkita barrasi bilan 8,5 bular narxi bozorda. Men kelishtirib beraman. Ha, qancha qilib beramiz? Shuni ayting. Shu 6 milliondan bersa beraman. 6 million yak joyga berib qo'yaman. Ha, bir joyga olsa o'zi 10 ta qo'yib beraveraman. Bo'ldi akalar. Akalar kelaverasizlar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha oddiygina Ustomi Xurdan kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Agarda manfaat bo'lgan bo'lsa, juda ham xursand kanalga obuna bo'lib, tirsiz laykda. Ha. Urib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana kelgusi videolarda ko'rishguncha akalar, tezroq kelaverasizlar. Tirsiz chiqib, salomat bo'linglar.